Nyu-Yorkning g'arbiy qismida ko'chalari chalkash va uylari eski Greenwich mavzesi joylashgan. Bu yerda san'at ahli, rassomlar va o'z orzusi ortidan kelgan yosh ijodkorlar qo'nim topishgan edi. 3 qavatli g'ishtin uyning eng yuqori qismida ikki dugona, Sue va Jonsi o'zlarining kichik studiyalarini ochishgan. Ular may oyida uchrashishgan va san'atga bo'lgan umumiy qiziqishlari ularni birlashtirgan edi. Biroq sovuq noyabr oyi kelishi bilan shaharchada kutilmagan va xavfli bir mehmon paydo bo'ldi. Shifokorlar uni pnevmoniya deb atashardi. Bu mehmon o'zining muzdek barmoqlari bilan o'nlab odamlarni yiqitdi. Jonsi ham uning qurboniga aylandi. U deraza yonidagi temir karavotda qimirlamay yotar, nigohi esa qarshisidagi g'ishtin devorga o'ralgan pechakgulga qadalgan edi. Ertalab kelgan shifokor Suyuni yo'lakka chaqirib, past ovozda dedi: "Unda imkoniyat 10dan 1 va bu imkoniyat uning yashashga bo'lgan xohishiga bog'liq. U o'zini o'limga tayyorlayapti. Uning xayolini nima band qilgan?" Syu xo'rsinib javob berdi. U Neapol ko'rfazini chizishni orzu qilardi. Jonsi esa deraza tashqarisiga qarab pichirlar edi. 12, birozdan keyin 11, 10, 9, 8. Syu xavotir bilan dugonasiga yaqinlashdi. Jonsi devordagi pechakgulning to'kilayotgan barglarini sanayotgan edi. "Jonsi, nima qilyapsan?" "Ular tezroq to'kilishni boshladi", dedi Jonsi jonsiz ovozda. 3 kun oldin 100 tacha edi. Hozir esa bor yo'g'i 5 ta qoldi. Oxirgi barg to'kilishi bilan men ham ketaman. Men buni bilaman. Pastki qavatda keksa rassom Berman yashardi. U 40 yildan beri mo'yqalam ushlar, lekin hali ham bitta ham durdona asar yarata olmagan edi. U doim bir kun kelib, "O'z durdonamni chizaman" derdi. Berman ayni paytda ichkilikka ruju qo'ygan, biroz qo'pol, lekin 2 yosh rassom qizga otalarcha g'amxo'rlik qiladigan inson edi. Syu pastga tushib Bermanga Jonsining ahvolini va o'sha oxirgi barg haqidagi ahmoqona xayolini aytib berdi. Keksa rassom g'azablanib hayqirdi: "Nahotki odam pechakgulning bariga to'kilishi sabab o'lishga tayyor tursa? Men hali o'z durdonamni yarataman va biz hammamiz bu yerdan ketamiz. Albatta ketamiz." Tunda dahshatli bo'ron boshlandi. Kuchli shamol va tinimsiz yomg'ir pechakgulning so'nggi bargini yulib tashlashga urinar edi. Jonsi esa ko'zini yumib tongni kutardi. U oxirgi barg to'kilganiga amin edi. Tong otdi. Jonsi parda ko'tarilishini so'radi. Syu charchagan va qo'rqqan holda pardani surdi. Mo'jizani qarang. Shuncha shamol va yomg'irdan keyin ham devorda bir dona barg qolgan edi. To'q yashil, chekkalari biroz sarg'aygan, lekin mag'rur turgan barg. "Bu oxirgisi", dedi Jonsi. "U tunda to'kiladi deb o'ylagandim. Agar u to'kilmasa, demak men ham yashashim kerak." Kunning oxirigacha barg tushmadi. Jonsining ko'zlarida hayot nuri paydo bo'ldi. U ovqat yeyishni boshladi, sochlarini tarashni va hattoki Neapol ko'rfazini chizish haqida gapira boshladi. Ertasi kuni shifokor kelib Syuga xushxabarni aytdi. "Tabriklayman, Jonsi xavfdan qutuldi. Endi faqat parvarish kerak", lekin pastki qavatda Berman ismli rassom vafot etdi. U 2 kun oldin bo'ronda sovuq qotib, og'ir kasal bo'lib qolgan ekan. Kunning oxirida Syu Jonsining yoniga o'tirdi va uning qo'lini ushlab dedi: "Senga bir gapni aytishim kerak, Jonsi. Berman bugun shifoxonada vafot etdi. Uni birinchi kuni ertalab o'z xonasida ho'l kiyimlarda topishgan. Uning yonida yonib turgan fonar, o'z joyidan surilgan narvon, sochilib yotgan mo'yqalamlar va yashil sariq bo'yoqlar bor edi." Jonsi deraza tashqarisiga qara. O'sha oxirgi bargga nega u shamolda qimirlamasligiga hech e'tibor berganmiding? Bu Bermanning o'sha 40 yil kutgan durdona asari edi. U o'sha oxirgi barg to'kilgan kechada muzdek yomg'ir ostida devorga o'sha bargni chizib chiqqan edi. Berman senga hayot berish uchun o'z hayotini qurbon qildi. U o'zining eng buyuk durdonasini yaratib ketdi.